Bolalarda yoki chaqaloqlarda til osti uzdechkasini qachon kesish kerak? Kalta uzdechka yoki qisqa uzdechka har doim ham operatsiya qilib uni kesib tashlashga ko'rsatma bo'la olmaydi. Faqatgina quyidagi holatlarda: agar chaqaloq yaxshi ema olmasa, tana vaznining oshishi juda ham sust yoki sekin bo'ladigan bo'lsa va uchinchi holat bola nutq paytida, gapirishni boshlagan paytda ayrim so'zlarni, ayrim tovushlarni yaxshi talaffuz qila olmasa. Mana shunday holatlarda uzdechkani kesib tashlash ko'rsatma bo'ladi. Videoni yosh ota-onalarga yuborib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi. Bolalarda yoki chaqaloqlarda til osti uzdechkasini qachon kesish kerak? Kalta uzdechka yoki qisqa uzdechka har doim ham operatsiya qilib uni kesib tashlashga ko'rsatma bo'la olmaydi. Faqatgina quyidagi holatlarda: agar chaqaloq yaxshi ema olmasa, tana vaznining oshishi juda ham sust yoki sekin bo'ladigan bo'lsa va uchinchi holat bola nutq paytida, gapirishni boshlagan paytda ayrim so'zlarni, ayrim tovushlarni yaxshi talaffuz qila olmasa. Mana shunday holatlarda uzdechkani kesib tashlash ko'rsatma bo'ladi. Videoni yosh ota-onalarga yuborib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi.